O'zi asli 6 ariqliman. Shu 6 ariqlik bir bolaga turmushga chiqqan edim. Bola bilan yashadik, Rossiyaga ketdik, Rossiyada yurdik. 2019 men zapret bo'lib keldim. O'rtanchi qizim bilan. O'rtanchi qizim Ag'da tuqqandim. Zapret bo'lib keldim. 2 yil yurdim. 2021-yil keldi. Kelib dokumentini to'g'rilab ketdi. O'sha bo'yi yo'q mana. Yolg'iz 3 ta farzandim bilan shu yerda ishlayman. Shu kunda ishga chiqaman. Ota-onam 6 ariqda. Onam qolgan endi hozir nima qilsa, onam Ag'da aka, 2 ta akam, bitta akam, 2 ta ukam bor, singlim bor. Dadam Bag'da bu turmushi bilanda endi hozir biz nima qilishmaydi. Dadam alohida turadi. Ag'da 6 ariqda onam o'sha singllarim bilan turadi. Turmush o'rtog'im bilan shu 2000 kelib ketgandan keyin o'sha uylandim deb nima qilib, Ag'da xotini menga telefon qilib urushgandan keyin javobimni so'rab oldim men. Onam uyga borgani, akam bor, 3 ta kelin bor. 2 ta ukamniki, bitta akamniki. Hali farzandlari bor. Men ham o'rtanchi qizim jicha sho'qroq. Bolalar bilan urushib, nima to'g'risini aytsam, sig'dirishmadi Ag'dagilar ham. Endi sig'dirma bu chiqib ket demadi-yu. Hali bola bilan nima bo'lishib, kelin deb kelin nima qilaverdi. Akam hali meni tarafimni olib xotinlari bilan urushavergani uchun endi ularni ham oilasi buzilib ketmasin dedim. Shuning uchun anaqa bormayman. Endi borib ko'rib nima qilib ketaman, u yashagani bormayman. Shu yerda tinchgina shu 3 ta bolam bilan shu yerda yashayman. Bu 2020-yil ko'chib kelganman bu yoqqa. Shu 2021-yili u kelib nima qilgandan keyin aytdim, endi yaxshi bo'lib ketadi, qiynalmayman dedim. 2022-yil общежитdan joy berishgan edi. Общежитdan bir xona joy beruvdi. Qo'limdan kichkina edi, ishlalganim yo'q, nimaga qiynalganim uchun order qilolmabsiz deb qaytib olishdi. Order qilolganim yo'q, orderingiz yo'q ekan deb qaytib olishdi. Keyin undan keyin nima qilganim yo'q, borganim yo'q. 1-2 marta bordim. Qabul ham qilishmadi, qarashmadi ham. Bu uy o'zi asli o'sha zavodda ishlaydigan odamlar uyi. Buni o'sha singlimni o'g'li shu qo'y boqaman deb endi sotib olgan. Jiyanimga qarashdi. Shu kvartirada nima qila olmaganimdan keyin opa borib o'sha yerda turing. Sveti bo'lmasa ham u paytda mashinani akkumulyatorini yoqar edik. Nimalarda akkumulyatorini yoqib turar edik. Bitta uy bor. Unisi bu uyim taxtadan, qishda isimaydi. Yozda isib ketadi, endi iloji yo'q. Shu yerda qishda bu xonada kun kechiramiz. Duvorlik uchun pechka yoqsak, hamma isiydi, aynaga salapan qo'ysak. Bu tomonda yashashda iloji yo'q. O'shaning uchun yozda bu tomonga o'tamiz, qishda bu tomonga o'tamiz. Yozda bu tomon vobshe hali nimasi yo'qligi uchun issiq bo'lib ketadi. O'shaning uchun bu yoqqa o'tib olamiz. 3 ta bolam bilan. 3 ta bolam, 2 ta qizim o'qiydi, bitta kichkina o'g'lim o'zim bilan o'zi yonimda. Bu yerda sharoit, svet yo'q, endi suv yo'q edi, Xudoga shukr, mana 1 oydan beri o'chgan yo'q. Suvni ham toshib ichadi, shu baklashkalarda. Shu toshib baklashkalar toshib to'ldirib qo'yganimdan keyin suv keldi. Kichkina projektor olganmiz, quyoshdan zaryad oladi. O'sha 5 soatga yetib beradi. Shu kechib payt qorong'i tushganda o'zi yonadi. Keyin o'sha o'chirib qo'yamiz, ertalab sahar shu bolalarni maktabga kiyinishiga, shu dars kechib payt dars qilishib olsa, ertalab kiyinishiga yetadi. Shu bilan endi yana yorug' tushgandan keyin o'chib zaryad oladi. Havo aynib ketsa 2 soatga yetadi. Telefonda nimasida, yorug'ida. Telefonda ham u magazindan zaryad qilib chiqamiz. Qayta svetoforda oshxonada ishlardim, hozir ishlaganim yo'q, mazam yo'q, ana kichkinam ham qaragan odam yo'q, ishlalganim yo'q, uydaman. Nima xohlaysiz opa? Qanaqa sharoitlar xohlaysiz? Shu uyimda svetim bo'lsa,